Demak, biz bugun eski o'tgan o'sha mavzularimizni yaxshilash uchun ba'zi ajoyib mavzu o'rganamiz. Bu mavzuni nomi biz Database Cursor deb atadik. Ya'ni cursor o'zi nima? Ko'rsatkich. Demak, cursor desangiz mana bu cursor sizni xayolingizga kelayotgan bo'lsa, bu to'g'ri, qaysidir ma'noda, lekin to'liq emas. Ya'ni bu database uchun cursor boshqacharoq bo'ladi. Database cursor nima? Query'larni yuritib, ulardan qaytgan natijani, misol uchun katta natija bo'lsa, kichik bo'laklarga bo'lib o'qish imkonini beradi. Demak, xayolingizga nimadir kelgan bo'lsa, buni dars oxirida ko'ramiz o'sha narsa haqida. Demak, barchasini bittada o'qishni o'ziga yaxshi yarasha yomon tomoni bor. Bu memory ishi, ya'ni memory to'lib qolishi, ya'ni RAM to'lib qolishi imkoniyatlari bor. Ya'ni biz uni OM deymiz, out of memory, error. Barchasini bittada o'qish doim ham yaxshi g'oya emas va cursor yaratish bo'yicha mana bu joylardan o'qib chiqsangiz bo'ladi. Postgres uchun, MySQL uchun, SQL Server uchun alohida resurslar qo'yib ketaman. Va ikki xil cursor turi mavjud. Bularni biz bound va unbound deb ataymiz. Xo'p, bound o'rtasida va unbound nima degani? Bound degani bog'liq degani. Unbound esa bog'liq emas degani. Misol uchun bound cursor bo'lsa, u qaysidir query'ga bog'lab qo'ysangiz bo'ladi. Faqat shu query'ni yuritish uchun o'sha cursordan foydalansangiz bo'ladi. Unbound esa uni istalgan query bilan ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun query declare qilsangiz bo'ladi. Declare qilib, misol uchun ref cursor deb ataysiz uni doim. Ya'ni cursor degani bu unbound, ko'rib turganingizdek, uni qanaqadir query'si yo'q, aniq. Lekin cursor 2 ga qarasangiz, cursor for select all from my table, ya'ni faqat mana shu query'ni ishga tushirish uchun mo'ljallangan. Cursor 3 esa uni key bor. Ya'ni key qo'shimcha argument bilan yaratilyapti. Qachonki siz keyni bersangiz, cursor 3 deb turib funksiyaga o'xshab chaqirasiz. Misol uchun 3 desangiz id teng 3 bo'ladi. 4 desangiz id teng 4 bo'ladi va hokazo. Misol uchun unga qo'shimcha sifatida scroll qo'yib ketsangiz bo'ladi, yo no scroll qilsangiz bo'ladi. Scroll degani bu ya'ni tepaga o'tqizsangiz yoki ortga qaytarsangiz bo'ladi. Xuddi shunaqa. Scroll degani bu tepaga pastga, ya'ni oldinga orqaga borish imkoniyatini bersa, no scroll oldinga ortga qaytish imkoniyati mumkin emas. By default scroll holatda turadi adashmasam. Xo'p, demak biz mana shu stage'lardan yurib chiqishimiz kerak. Declare qilish cursor yaratish degani. Open query execute qilish degani, ya'ni ishga tushirish degani, query'ni yuritish. Fetch pointerni keyingi qiymatlarga, ya'ni yurgazish degani. Close degani lock release qilish degani, ya'ni lock qiladi. Declare o'sha yaratilgan cursorni yopish degani. Va deallocate bu xotiradan bo'shatish, ya'ni cursorga o'sha yuklangan ma'lumotlarni bo'shatish degani. Misol uchun biz cursor qanday qilib ochamiz? Open curs14 deysizda, ya'ni query yozasiz. Misol uchun istalgan query. Misol uchun mana bunaqa yozsangiz bo'ladi. Select all from my table where columns is some variable. Qanaqadir o'zgaruvchiga teng deb atasangiz bo'ladi. Yokida boyagi uslubni qarasangiz ham, misol uchun cursor 3 chi biz esingizda bo'lsa parametr dedik, ya'ni uni argumenti bor, unga qanaqadir son bersangiz o'sha query'ga qo'yib ishlata oladi. Bu o'ziga yarasha buni ham pluslari bor. Misol uchun siz doim bir xil ish qiladigan bo'lsangiz, u yerda shunaqa cursor ochib qo'ysangiz bo'ladi. Endi Postgres open qilganingizda portal degan narsa ochadi, ya'ni portal degan interfays bo'ladi va kursorning holatini o'sha yerda saqlab boradi. Ya'ni qayerga keldi, qaysi pejda turibdi, misol uchun mana shu holatda turibdimi, keyingi pejga o'taymi, undan keyingi pejga o'taymi, shu hammasini shu boshqarib boradi. Demak, siz fetch qilayotganingizda bu ushbulardan birini qilsangiz bo'ladi. Fetch from cursor into target qilsangiz, u ma'lumotni o'sha kursordan o'qiydi. Ya'ni xotiradan o'qiydi. Misol uchun next qilsangiz bo'ladi, prior qilsangiz bo'ladi, first last qilsangiz bo'ladi, birinchisi oxirgisiga borsangiz bo'ladi. Absolute end qilsangiz bo'ladi, relative end qilsangiz bo'ladi. Bular haqida ko'proq ko'rib, misol qilib ishlab ko'rishingizni maslahat beraman. Ya'ni mana to'rtburchak qavslar shart emas. Fetch last, fetch first deb yozib ketaverasiz. Ya'ni from, ya'ni bu to'rtburchak qavs shunchaki optionalligini bildirish uchun. Endi close cursor qilsangiz, u cursor yopadi. Ya'ni uni close qilish kerak odatda. Xo'p, qachon ishlatish kerak degan holatga batch processing qilsangiz, misol uchun qiymatlarni oz-ozdan stream qiladigan bo'lsangiz, ya'ni oz-ozdan yuboradigan bo'lsangiz, batch processing deydi buni. Shu yerda qilsangiz bo'ladi. Va large result uchun qilsangiz bo'ladi. Katta natijani xotirani to'ldirib qo'ymaslik uchun, kichik-kichik o'qish uchun ajoyib imkoniyat hisoblanadi. Xo'p, real loyihalarda ishlatiladimi o'zi bu deyishingiz mumkin. Bu yaxshi savol emas, bu juda ham yomon savol. Albatta, qayerda menimcha boshida bu holatga tushundingiz, bu
pagination. Yes, pagination. Biz limit offset haqida o'qigan edik, ya'ni paginationlarni, ammo uni cursor based pagination qilsangiz ham bo'ladi. Hop, o'ziga yarasha buni plus minuslarini bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Ya'ni qaysidir biri xotira uchun yengil, qaysidir biri duplikatlar ko'rsatib qo'yadi, qaysidir biri o'ta consistent, qaysidir biri offset o'sishi bilan misol uchun yomonlashib ketsa, u doim tez turadi, misol uchun cursor va hokazo bular hammasini bu yerda ko'rsangiz bo'ladi. Demak, do'stlar, shunaqa ekan cursor bizga foydali. Xo'p, biz uni qayerdan nima qilsak bo'ladi? Ya'ni cursorga, ya'ni qayerda qachon ishlatamiz, qachon uchratamiz deyishingiz mumkin. Keling, sizga shuni ko'rsatib o'tay. Ya'ni PostgreSQL Python client pg hop psychopg edi. Mana shunga kelsangiz, bu yerda misol uchun install qilish ko'rinishi bor. Misol uchun qanday qilib install qilishingiz, feature, recipes, psychopg 3 qanaqa qilib ishlatishingiz haqida to'liq documentation yozilgan. Mana dokumentatsiyasiga kirib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Basic module usage qilganingizda mana psychopg ga connect qilyapsiz birinchi va database nomini, userni hammasini yozib connection obyekt beradi sizga. Connectionni cursor yaratyapsiz. E'tibor bering. Open a cursor to perform database operation. Keling, endi buni PostgreSQL Java desak bo'ladi. Mana JDBC bor ekan. Buni ham dokumentatsiyasiga kelib ko'radigan bo'lsangiz, initialize driver qilsangiz, mana bu yerda ko'rsatib o'tishgan hammasini qanday qilib driverlarni qo'yishni va undan tashqari koddagi e'tibor bersangiz set property qilib o'qib va get connection qilyapti. Connection string mana get connectiondan connectionni olyapti bu, ya'ni con degan o'zgaruvchiga saqlab va undan tashqari endi e'tibor bering, set property qilyapti, ya'ni nima propertylarni o'rnatyapti, ya'ni qachon timeout berib yuborish kerak va hokazo. Va bu yerda ham cursor deb yozsangiz, hop, cursor chiqishi kerak. Cursor ishlatadi odatda ko'p kutubxonalar. SSL, hop, calling start function, procedure, query processing, result, cursor. Ya'ni mana cursor based resultlar qaytarish haqida sizga aytib o'tyapti. Deyarli har qanday klientlar buni ishlatadi. Shuning uchun bu sizga o'ta muhim. Bu katta kompaniyalar ham даже cursor ishlatib ba'zi ishlarni bajaradi. Ba'zan cursor ishlatish yaxshi degan emas. Shuning uchun hammasi o'ziga qarab baholanadi. Demak, umid qilaman sizga bu juda ham foydali bo'ldi degan umiddaman. Ya'ni endi sizdan cursor nima desangiz, aniq javob bera olasiz.